Дослах салом, всех приветствую, рад вас видеть в моем канале, именно в YouTube канале. Последнее видео у нас было 2 месяца назад, я как раз говорил про биткоина, про эфира, куда он дальше идет, и про альткоинов. Очень многие сейчас ждет. Judayam ko'pchilik hozirgi paytda kutayotgan narxlar, hozirgi paytda ko'rayotgan bo'lsangiz 2 oy ichida bozor narxi juda ham keskin ravishda o'zgarib ketdi. Единственный eng katta kurs o'zgargani bu Bitcoin bilan efirda. Efir juda ham tez hozirgi paytda juda o'sib ketdi. 2 oy ichida juda ham nerealniy rezultatlar berdi. Hozir men ozgina tushuntirib o'taman, darsda qanaqa kursni kutamiz, Bitcoin bo'yicha darsda qanaqa kurs kutiladi, imенно Ethereum bo'yicha qaysi paytga kelib уже yana полный o'sish bo'ladi va qaysi paytga kelib qaytib tushish, bozor narxi qaytib pastga tushishi haqida men o'zimcha tushuncha berib o'taman. Hozirdan aytib o'taman, men trading emasman, o'tirib masalan bir kuni bilan trade qilmayman. Bu meni lичный мнением, meni bozor bo'yicha uzoq muddatga spot targovli bo'yicha doimo kriptovalyutada targovli qilaman. O'shaning uchun harakat qilaman sizlarga tushuntirib berishga, chunki hozirgi paytda Instagramda ham juda ham ko'pchilik inson so'raydi, aka, darshi bozor qayerga qarab ketadi? Hozirgi paytda men olgandim, hali minusdaman, kimdir esa plyusda. Shunaqa savollar bo'ladi, nima qilay, sotaymi, sotmaymi, sizni fikringiz qanaqa degan bolalarga iloji boricha ko'proq hozir o'zimni fikrimni bermoqchiman. Так что men trading bilan vaqti shug'ullanmayman, meni уже soham bu P2P juda ham ko'pchilik biladi, arbitraj, no, menga ham har zamon kerak bo'ladi bozorni ko'rish, chunki spot targovlida takже har kuni dollar sotib olayotganimda bozor narxlari menga juda ham qiziq bo'ladi. Itak, efir juda ham xursand qilyapti, to'g'risini aytganda oxirgi paytda. Bundan oldin kim bilmagan bo'lsa, men Telegram kanalida ko'rsatganman, hozir videoda chiqadi Telegram kanalim. Telegram kanalida aytib o'tganman, bolalar, hozirgi paytda efir pasti tushyapti. Juda ham ko'pchilik mendan insonlar so'ragan, aka, qaysi monetalarga uzoq muddatga investitsiya qilishni taklif qilasiz va qaysi monetalar o'zingizda bor? Единственный номер 1 eng zo'r ketayotgani bu efir. Nimaga Ethereum, Bitcoin emas? Ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir Bitcoin narxi 104 ming 391 dollar atrofida, может 105 106 larga borishi mumkin. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar 105 106 larga borishi mumkin. Qayta pastga qarab tushamiz. Где-то 98 90 ming atrofida qaytib tushamiz va qaytib o'sha tushgan joyimizda уже qaytib полный yana bir marta уже просадкаdan o'tib уже bemalol tepaga qarab ketishimiz ham mumkin. No, bitta narsani aytmoqchiman, hozirgi paytda masalan kimdadir puli kam, 10 ming, 20 ming, kimdadir masalan 2 ming, 6 ming dollarlar, 104 ming dollarga endi hozirgi paytda Bitcoinni ko'rayotgan bo'lsanglar, geta bir ondan bir qismini olishi mumkin kimdir. Kimdandir summasi juda ham kichkina, masalan Bitcoinni qanaqangidir summasini olsa, u 2% 3% pribul bersa, 2% 3% narx ko'tarilsa, unchalik katta foyda bermaydi. O'shaning uchun doimo 104 ming kurs narxi masalan o'sgan bo'lsa, mana hozirgi paytda sizlarga aytaman. Tak, 6-may kuni kurs narxi 94 ming bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib mana 11-may kuni 104 ming bo'lyapti. Endi sizlarda kimdadir masalan 2 ming dollar bilan kirgan bo'lsa, unaqa katta foyda bo'lmaydi. Agarda masalan Ethereumni olib kirgan bo'lsanglar, masalan hozir ko'ramiz, 6-may kuni bozor narxi 6-may kuni bozor narxi sredni ko'rayotgan bo'lsanglar 1844 dollardan hozirgi paytda 2600 dollargacha bozor ko'tarildi. Вот это уже новостей, да, вот это уже радует, juda ham odamni xursand qiladi. Chunki efir qanchalik ozgina Bitcoin ko'tarilsa, unga qaraganda 2-3 barobar ko'proq Ethereum ko'tariladi. O'shaning uchun meni o'zimni katta vложением uzoq muddatga olgan monetam Bitcoin emas, bu Ethereum. Nimaga? Ethereumda hozirgi paytda juda ham ko'p yangi proyektlar уже kirgizilyapti-da va efir orqali sotilish boshlanyapti. Ethereum как set komissiya bo'yicha ham ko'proq ishlanadi. ERC20 masalan setlar bor, o'sha set bo'yicha juda ham ko'p foydalanadi Ethereum. Ethereum hozirgi paytda juda ham ko'p narsalarga уже targovlikka kirib kelgan. Chem Bitcoinga qaraganda hozirgi paytda eng katta vложение, eng katta samakupnost Ethereumda bo'lyapti. O'shaning uchun meni taklifim hozirgacha bu narsani aytaman, bemalol Ethereumga jostga o'tirib olsanglar bo'ladi. Sredniy oktyabr narxiga, oktyabrda sredniy 6 ming 10 ming dollarda kursni ko'rishimiz mumkin. Ethereumni noyabr paytiga уже просадка bo'lishi boshlanadi. Noyabr oxiri xuddi shunaqa. No, это как бы средний aytolman vaqtda, lekin o'sha vaqtdan vaqtli bo'lishi mumkin, elida kechroq bo'lishi ham mumkin. И также Bitcoin oktyabr oyiga borib, chunki oktyabr oyida masalan sredniy o'sishini ko'rishimiz mumkin, где-то в район hozirgi paytda 105 bo'lsa, oktyabr oyida masalan 130 ming dollarlar atrofida ko'rishimiz mumkin. Дальше noyabrgacha sredniy 130-150 ming dollar bo'lishi mumkin. И также undan keyin уже полный просадка bozor boshlanadi, где-то 30 ming dollarda ham Bitcoin narxini ko'rishimiz mumkin.
уже 30 ming dollar masalan shu oy oxirigacha bo'lsa, уже 26-yilning oxiriga borib уже yana обновление Bitcoin narxi bo'yicha bo'ladi, takже Ethereum bo'yicha. Hozirgi narxni qanaqa ko'rishimiz mumkin? Hozirgi paytda efir narxi mana ko'rib turgan bo'lsanglar 2600, bundan 2 kun oldin 2100 dollar bo'lgan paytida men qo'yganman. 1400-1600 dollar bo'lganda o'zim sotib olganman. Средний 2500-2700 dollarlarda sotib olishni boshlaganmanda, походу hozir mana shu yer o'zida bor. Hozir ko'ramiz. Tak. Order istoriyalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, вот средний olganim 1897, 2014 dollar, 895, 2691 dollar, 2700 dan 2764 dollardan imенно HTX birjasida olganman. Bu yaqinda olganlarim, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, juda ham hali ko'p vaqt o'tgani yo'q. 0221 0222 0314 0314 ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu vaqt oralig'ida men efir sotib olganman. Ko'rib turgan bo'lsanglar, 21 ta Ethereum, 4 ta 1, 3 ta 2 ta xuddi shunaqa Ethereumni sotib olganman. Imенно bu yerda oxirgi marta vложение qilganim imенно efir bo'yicha. Yaqin 1-2 kun orasida ham sotib olaman, chunki единственный mana bu yerda ko'rib o'tirgan bo'lsanglar, bundan oldin ham aytganman, strategiya, bozor strategiyasi bor. Strategiyaga qanchalik to'g'ri amal qilinsa, shunchalik foydasi yaxshi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, eng katta объем bo'yicha 21 ta Ethereum 1897 dollarlikdan olingan, и pastga уже ketdi. 2014 kurs 895. Endi katta объем iloji boricha 22 ta moneta уже 897-895 atrofida olingan. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar 2764, 2691 paytida juda ham kam, geta 6 ta moneta olingan bo'lsa, Ethereum monetasi menga средний kurs to'g'ri kelayotgani hozirda 2000-2100 dollar atrofida. Hozirgi paytda normalniy plyusda, no hozirgacha sotish niyatim yo'q. Nimaga? Chunki efir narxi hozirgi paytda men kutayotganim tak, HTX da ko'rsatish sal qiyinroq ekan. Hozir men kutayotganim Ethereum bo'yicha imенно 3100 dollar, 3070 где-то mana shu joygacha men обновить bo'lishini kutamiz. И уже дальше ko'rayotgan bo'lsanglar, или уже ko'rayotganlaringda уже дальше 3100-3070 atrofida hozirgi paytda kutyapman. Уже дальше 3100 dan keyin pastga qarab tushish boshlanadi. Средний o'sha kursgacha, средний 3000 gacha, 3100 gacha ushlab o'tiraman, почти 50% ni sotaman. Bundan tashqari hozir meme-coinlarga, altcoinlarga masalan investitsiya qilganlarim bor. Ну это как бы долгосрок, uzoq muddatga hozirgacha ham sotib olaman. Mana bugunning o'zi средний agar bugun ertani hisoblasak, 50 ming dollarga sotib olmoqchiman uzoq muddatga, chunki juda ham zo'r Ethereum. Normal ushlab olsa bo'ladi. Kamida masalan 1,5 yil, 2 yil ichida kamida 4x 5x larni ko'rishlaringiz mumkin bozorda. Kimga kerak bo'lsa uzoq muddatga bemalol efirni jostko ushlab olsanglar bo'ladi. Это как бы mani o'zimning мнением. Bu masalan kimgadir masalan zo'r maslahat emas, ammo o'zi bilishini qilish kerak. Это уже как бы men o'zimning вложением sizlarga tushuntirib boryapman. O'shaning uchun iloji boricha jostko ushlab olsanglar bo'ladi. И также doimo o'zini odam depozitini o'zi masalan qo'yiladigan depozitni iloji boricha ajratishga harakat qilinglar. Hammasini ham birdaniga misol вложение qilish kerak emas uzoq muddatga. Masalan hozirgi paytda общий men o'zimning depozitimni oladigan bo'lsam, общий depozitdan kamida 30-40% ni men uzoq muddatga tashlab qo'yaman. Qolgan kamida 50% по-любому P2P'da aylanadi. Kunlik birjalarda торговля qilinadi va qolgan masalan yana bir 20% bu средний время masalan deylik altcoinlarga, meme-coinlarga masalan xuddi shunaqanki ularga ham tashlab qo'yiladi, чтобы ulardan ham normal daromad qilish uchun. No, bularning hammasi birdaniga bo'lmaydi. Buni hammasiga vaqt kerak. Iloji bo'lsa o'sha vaqtni ko'rib bemalol olib borsanglar bo'ladi. Qisqacha sizlarga tahlil, qisqacha tushuntirib berishga harakat qildim. Hozirgi paytda men narx kutayotgan imенно bozor bo'yicha Ethereum, Bitcoin bo'yicha bu Bitcoin geta 105 ming, 106 ming dollarda qayta pastga qarab уже tushishi kerak. Endi уже bu meni мнением ko'rib turganim bo'yicha endi bozorni полностью savdosiga ko'rayotgan holatda aytyapman. Ethereum hozirgi paytda ko'rayotgan bo'lsanglar, doim pastga tepadan уже tepaga qarab ko'tarilyapti. Средний 2600 gacha chiqdi. Где-то 3000 dollarga, 3070 dollarlarga borganda уже обновление bo'ladi. Точка входа, ya'ni o'sha 3000 borganda kim sotib olgan bo'lsa, bundan arzonroq sotib olgan bo'lsa, постепенно 50% ni sotib
qolgan 50% ni bemalol bozorga qo'yib chiqishlaringiz mumkin. Bozor narxi qachonki yana pastga qarab tushsa, уже yana sotib olsanglar bo'ladi. Tak что iloji boricha obnovit qilishga har doim harakat qilish kerak. Masalan, bozor narxida sizlar sotib olgan bo'lsanglarda, yana kutib o'tirgan bo'lsanglar, masalan, sizlarga 20-30% pribul berdimi, uni kutmanglar, darshi что birdaniga 10 ming, 12 ming bo'ladi degan gap bo'lmaydi. Chunki bozor doimo sachgacha yuradi, pastga baland, past baland, o'shanaqa снижается, поднимается sen. O'shaning uchun doimo o'sha narsaga qarab iloji boricha торговля qilishga harakat qilinglar. Обязательно obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Telegram kanalga и также yaqinda 4,5 mingta bo'libdi YouTube. Jaunchalik men hali vaqtimni ko'p olganim yo'q YouTube'ga, harakat qilaman bundan keyin ko'proq vaqt ajratishga YouTube'ga. Xudo xolasa agar 10 mingta bo'lsa, mendan podarka bo'ladi. Geta bir 10 kishiga, 15 kishiga обязательно masalan deylik $100 dan o'ynashimiz ham mumkin. Ko'ramiz. Tak что обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham ko'p yangiliklarni, juda ham ko'p narsalarni iloji boricha YouTube'ga qo'yib boraman. И также P2P bo'yicha qaysi davlatlarda hozirgi paytda ishlayotganim bo'yicha qanaqa yo'llari bor, qanaqa minus plyuslari bor, hammasini YouTube'da ko'rib borsanglar bo'ladi. Вот, так что uzoq muddatli spot торговляga kim o'zini spot торговлясini ko'tarmoqchi bo'lsa, вот eng zo'r monetalar olib qo'ysanglar bo'ladi. Вот hozirgi paytda masalan deylik 2-3 kun ichida agarda hozirgi paytda kim efirni olib qo'ygan bo'lsa, paka shoshmanglar sotishga, bemalol ushlab tursanglar bo'ladi. Xudo xolasa уже 3000-3100 da endi sredniy bu bozor, yana bir nima bo'lib qolishi ham mumkin. Qanaqangidir birdaniga yangilik chiqib qolsa, bozor обновление qilishi mumkin. Shunday ekan, вот bu meni o'zimni lично мнением, что $3000 narxda kutyapman. Agar дай бог 3000 bo'lsa, все четко, все zo'r. Bemalol 50% ni sotib, дальше уже снижениeni kutamiz da, снижение payti yana sotib olib, уже дальше взлет $10,000 gacha уже bemalol ushlab tursak bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga katta rahmat.